Dadasi ko'chaga chiqqaningizda qistangizga katta toshlar sovang, xo'p? Nimaga? Shu shamol pamol uchirib ketmasin deyman dadasi. Bu gamura maydachi deyapsanmi meni? Ertalabda romantikani rasvo qilding. Kaltachi demoqchi edi. Xo'p, razil o'zbek turadi aramizga. Men ishga ketyapman. Yaxshi qolgin. Bir uraydi gaz balonni bo'pti. Buni semiz bilan o'tib ketolmadingmi? Meni maydachi nima qilyapti ekan-a? Hozir ChatGPT meni erim nima qilyapti? Hozirgi paytda sening ering bir qiz bilan gaplashib o'tiribdi. Nima? U mendan chiroylimi? Nima yuradi? Albatta, u juda go'zal va nozikkina. Hozir to'xta, boray, kuningni ko'rsataman. Qarang, chiroyli ekan-a. Hayotim, xohlagan tanlaver. Faqat bitta shartim bor. Qanaqa shartingiz bor? To'ydan keyin semirib ketmaysanmi? Yo'q, nega semiraman? Men sen bobochani mana zubacheskangdan birga qo'shib mo'ydalayman. Fotogelik meni gazlaydi-ku. Mani sotuvchi deb ayting. Qo'say, nima qiladi? Sen mana zubacheska bilan menga xiyonat qilyapsanmi? Sotuvchi, xiyonat qilyapti. Aniqmi? Hay, kakras uyga narsalar kerak, yurman bu yoqqa. Assalomu alaykum hurmatli mijoz. Ishonch savdo markazimizga xush kelibsiz. Hozirda bizda juda ham katta aksiya ketmoqda. 25-26 noyabr kunlari Xitoydan-da arzon narxlarda tovarlarimiz sotilmoqda. Voy, rostdanmi? Foto qo'yib ber. Jim bo'ling. Misol tariqasida mana bu Feri gaz plitasi 3.600.000 so'm edi. Hozirda katta aksiyada 2.400.000 so'm. Ana, Xitoydan ham arzon deyapti. Olib berasiz endi. Ko'rib turgan Artel 43 talik televizorimiz 3.600.000 so'm sotilgan edi. Hozirda katta aksiyada 2.280.000 so'm. Bundan tashqari 10.636.000 so'm sotilgan ushbu xolodilnigimizni hozirda katta aksiyada 7.190.000 so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Yerman yoqqa. Mana odamimiz nima uchun? Ushbu Damas avtomashinasi faqat urgutliklar uchun. Mana bu qilgan xaridingiz sababli siz ham o'yin ishtirokchisiga aylandingiz. Akani gavdam bilan o'shinga chiqmaysan-da. Nima? Haqiqatda uribdi-ku bu. Qo'rqasanmi? Geç tane var, kafaları öyle var. Aynaligi.